Assalomu alaykum qadrli MMA UFC olam kanalining qadrli obunachilari. Mana bugun sizlarga shu uzoq kunlik, ya'ni to'xtalishlardan keyin yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Xudo xohlasa, bizni qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib tursanglar, yangiliklardan chiqarishdan to'xtaymiz va unda sizlarni ko'p kuttirmasdan videomizni boshladik. Og'ir vazn toifasidagi sobiq UFC chempioni Jon Jons baxtsiz hodisa joyidan qochganlikda ayblandi. MMA Fighting tomonidan qo'lga kiritilgan sud hujjatlariga ko'ra, Jons 17-iyun kuni katta tan jarohati yoki o'limga olib kelmasdan baxtsiz hodisa sodir etganlikda ayblangan. Biroq hujjatlarga ko'ra, baxtsiz hodisaning o'zi 24-fevral kuni sodir bo'lgan. Hodisa va qo'zg'atilgan ayblovlar orasida nima uchun bir necha oy o'tgani hozircha noma'lum. Biroq Jons 24-iyun kuni sudga garov bo'yicha tinglash uchun kelishi rejalashtirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ish avtohalokat bilan bog'liq bo'lib, unda bir notanish ayol mast va qisman yalang'och holda mashinadan topilgan. Avvalroq Jon Jons chempionlik kamarini bo'sh qoldirib, UFC'dagi faoliyatini yakunlagan edi. UFC prezidenti Dana White og'ir vaznning sobiq chempioni Francis Ngannouning qaytishi mumkinligi haqida gapirdi. Yillar davomida men Francis haqida bilib olgan narsam shu bo'ldiki, u har doim ham ochiqchasiga aytayotgan gaplariga aslida amal qilmaydi. Uning sahna ortida aytayotganlari bilan omma oldida aytganlari gaplar bir-biriga farq qiladi. Uning muxlis emasman. Agar Francis turli sabablarga ko'ra UFC'ga qaytib kelsa, men juda hayron qolgan bo'lardim, dedi White. Kuni kecha og'ir vazn toifasidagi amerikalik chempion Jon Jons titulni egasi qoldirib, ligadagi faoliyatini yakunlagan edi. Uning o'rnini esa britaniyalik Tom Aspinall to'laqonli chempion sifatida e'lon qilindi. Qizig'i bu bilan UFC erkaklar o'rtasidagi 8 ta vazn toifasida hech birida amerikalik chempion qolmadi. Bunday holat so'nggi bor 2004-yilda bo'lgandi. Og'ir vaznda yangi UFC chempioni Tom Aspinall bilan jang qilish istagini bildirgan ilk sportchi ma'lum bo'ldi. Shu paytgacha vaqtinchalik kamar sohibi bo'lib kelgan britaniyalik jangchi amerikalik Jon Jons faoliyatini yakunlaganidan e'lon qilganidan keyin og'ir vazn toifasidagi to'laqonli chempionga aylangan edi. Braziliyalik Jailton Almeida birinchilardan bo'lib Aspinall bilan jang qilish istagini bildirdi. Tabriklayman chempion, sen bunga loyiq haqli eding. Endi esa kel, ma'no va mantiqqa ega jangchi muxlislarga taqdim etamiz. Aspinall Almeidaga qarshi og'ir vazn chempionligi uchun Gan har ikkimiz bilan ham jang qilishdan qochgandi. U 2 bor chempionlik kamari uchun jang qildi va har ikkala imkoniyatni ko'kka sovurdi. Uning oxirgi g'alabasi esa og'irlik, deya Tomga murojaat qilgan edi Almeida. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rab qolaman. Bundan keyin Xudo xohlasa yangi videolar har kuniga 2 martadan chiqadi. Xudo xohlasa, siz qo'llab-quvvatlab turib kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib tursanglar, men xursand bo'lgan bo'lardim. Va kommentariyada o'zingiz shaxsiy izohlaringizni yozib qoldirsangiz, undan ham xursand bo'lardim. Do'stlar, sizlarga kattakon rahmat. Xayr.